Yo'q, hammalaringga salom va sizlar bilan men Lord Croft. Agar Lord Qoni desanglar, yaqinlashib ko'rsanglar ko'rasizlar. Unda bola bugungi videoda biz Enderwich bilan bor. Enderwichga qayerlar kichkina nima meni hozir yomon uraman seni. mayli, men ham kichkinaman-ku, faqat o'zimda katta ko'rinyapman. Da bola, bugun biz mana shunaqa g'alati qishloqqa tushib qoldik. Biz bugun mana shunaqa qishloqni maza qilib o'ynab, sizlarga ham tutki qilib ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Da bola, ancha paytdan keyin biz yana YouTube'ga qaytdik. Mana bu yerda qanaqadir kitob bor. Siz bilan hamma tarafiga Bedrockdan. Bu nima? Sizlar ham ko'rdinglarmi buni? Yo'q, undan ham meni mana ularga qiziqtiryapti. Mana cho'chqa nima bu? Men hech qachon ko'rmagandim bunaqa cho'chqa. Ifrit bo'lar bag'lab. Bu oddiy ifrit emas, bu cho'chqali ifrit ekan. Qoratyapti bu. Bola shunchaki ajoyib mir. Menga juda ham yoqdi. Agar sizlar shu mirda o'ynamoqchi bo'lsanglar, opsioniyada va kommentariyada Telegram kanalimni qoldirganman. Bemalol o'tib Telegram kanalimdan shu modni qizib olsanglar bo'ladi. Do'stlar, albatta Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yishni maslahat beraman, chunki men u yerda qachon yangi video chiqadi yoki shunga o'xshash narsalarni tushuntirib o'taman. Hozir sikletni ko'rdinglar, oyog'i qanaqa uzun. Mayda hamma uylar chappacha vashshi nereal darajada. Juda ham kulgili, juda ham g'alati oyog'ini qaranglar, mana nima bu oyoq. Ana bu yerda Witch ko'ryapsizlarmi? Witchda bo'yni yo'q, kallasi osmonda uchib yuribdi. Mana Witch. O'rgimchakni qaranglar. Mayda hamma daraxt Bedrockda. Yo'q, mana bunga qaranglar sizlar, tovuq bu ana bo'lib qolgan. Nima edi uning ismi? Raider bo'lib qolgan. Mayda ana molda qaranglar, kamalak shishib ketyapti. Mana tovuq meni otmoqchi bo'lyapti. Mayda ham qorat yoribdi menga mana ifritam. Ozgina qo'yni qaranglar, nima bu qo'y? Yo, nima bu qo'y? Baqirolmasa qaytasan menga shuni ayt, men dahshat narsalar ko'ryapman bu yerda. Qanaqa dahshat narsalar yana? Bilmadim, aytdim qanaqadir kulgili narsalar bor ekanda. Hozir seni topaman, lekin mana bu yerda hozir jang ketyapti. Mana seni topdim, qandaysan? Men ham senga shu jangdan aytgandim-da, juda ham zo'r ketyapti. Creeperda qanaqa qo'rqinchli. To'g'ri aytasan. Mana bu qormonlarni qara, hali yangi yil kelgan yo'q-ku, ko'mbini bunaqa katta qilib qurib qo'ydi. Shuni ham mendan so'raysan, ke ancha borib ko'ramiz. Qaraydi, chiroyli narsalar bo'lsa kerak. Mayli, Ender Dragon'ni tuxumimi bu yoki gulmi bu? Bu nima bu? Men hozir buni buzib ko'raman. Balki teleportatsiya qilsa bo'ladi, to'g'rimi? Men hozir versayni oldiga suzib boraman. Nimaga jonim ketyapti? Nimaga jonim ketyapti? Sen joning jonim to'xtamasdan ketyapti men. Balki suv tagiga kirish kerakdir. Nimaga o'ldim men hozir? Suv lava bilan almashib qolgan do'stim. Endi yetib keldi. O'zi senga har doim kech yetib boradi-da. O'zing ham o'lib qolibsan-ku? Zato men sendan birinchi bilib oldim. Ruscha so'zla ishlatma. Xo'p, mayli. Mana qo'yni orasiga kirib olib, bekinmachoq o'ynasa bo'lar ekan. Qo'shilaman gapingga. Shunda ichiga kirib olib, bekinmachoq tulkini qara, kallasi chappacha bo'lib qolgan. Qayerdan qarayman, sen o'zi qayerda yursan? Bunaqa cho'chqalar ko'rdingmi sen? Men birinchi bu bo'shani ko'rdim. Ko'zim aytdi. Zumradlarni qo'yib qo'yishgan. Ajoyib qilib. Ana binoni qara. Jonga deydidan sen bola. Oldingda bo'lsam qayerdan qarayman, kerak. Mayli, men hozir seni olib kelib ko'rsataman. Men kichkinachaligim qaraydi, o't orasida ham ko'rib qolaman bola. Juda ham ajoyib mir, juda ajoyib mir. Albatta, yana o'sha gapim, agar sizlar ham shu yerda o'ynamoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalimga o'tib bemalol qizib olsanglar bo'ladi. Bu mir menga shunchaki yoqyapti. Aytdi, qaranglar, aytdi nimalar bor. Bola, bu asosda bu video olishdan maqsad sizlarga mana shu yerda qanaqa ajoyibligini ko'rsatish. Jonim ketyapti, uryapti mana yaramas meni. Mayli, unda tegmay qo'yamiz. Ifrit cho'chqa yomon kulgili ko'rinyapti-da menga. Senga o'zi hamma narsa kulgili. Men mana kerakli ishlar bilan mashg'ul bo'lib yuribman. Yana qanaqa kerakli ishlar? Men tog'ga chiqmoqchiman. Tog'ga chiqish kerakli ishmi seningcha? Qara, nima? Yoki seningcha ifritlar bilan urushib yurish kerakli ishmi? Mana uni qara, bo'yni yo'q. Men ko'rdim uni. Seningcha mana tovuqli raiderni ko'rdingmi? Ko'rdim. O'zi aslida u raider emas, u seni ko'rinishingga kirishgan edi. Chunki sen tovuqsan-da, tovuq. O'zing inson tovuq. Sen mana sigirsan unda. Kamalakni axlat qilib ketayotgan.
O, mana uni oyoqlari yomon o'zi hali ham bo'lmadi. Uni boshdan beri yonyapti. Mana shu tog'ga chiqyapsanmi sen? Yo'q, men bu yerda emasman, men boshqa tog'daman. Sen meni qayerdan ko'ryapsan? Bilmasam, shunchaki tavakkal qilyapman-da, balki o'sha yerda bo'larsan. Ha, to'g'ri aytasan. Endi yo'g'iga qanday chiqamiz? Men orqamdan chiqsam, men o'zimdan boya qilib chiqyapman. Hozir sen men bu tog'da emasman deding-ku. Bu tog'da bo'lsa, boshqa tog'daman. Nima qilibdi? Shunda men hozir qaytib tushamanmi? Ha, qaytib tushaman. Ayta fantom uchib yuribdi. Ba'da olmalarni tersa bo'lar ekan. Hamma daraxtlar bedroq, osmon shunchaki san'at asari bo'lib yotibdi. Bu mer menga juda ham yoqyapti. Juda ham yoqib ketyapti bu mer. Menimcha bu video mana shu yerda polnislarga obzor qilib berishga yetmasa kerak. Shuning uchun tunji Telegram kanalimga o'tib, modda yuklab olib, o'zlaring ham mazza qilib o'ynab ko'rsanglar bo'ladi. Ko'ryapsiz, biz juda mazza qilib o'ynayapmiz bu yerda. Mana Endervechik senga nima qildi? Ha, sen bilmaysanmi? Men sehrgarlar maktabiga boryapman-ku, men ham odamga aylanishni bilaman. Ha, negadir ko'zingga yaxshi ko'rinmayapsan. Yaxshi kliper bo'lib ola qol. Ha, xo'p, mayli. Mana u negadir ko'zimga holat ko'rinyapti. Yo'q, uni joni ketarkan. Qulam yerim orqamdan. Orqamdan qulamaysan? Ham turib urib ko'ramiz. Yo'q, qulamayapti. Yana uramiz. Bo'ldi. Yaxshi. Ona bu yerda qanaqadir uymi? Dirt here. Ana degan-ku, loy bu yerda. Nima u? Pol loydan qurilgan-ku uy. Hozir u yerga boramizmi? Do'stlar, bilaman, juda ham ko'p ruscha so'z ishlatib yuboryapman. Do'stlar, men hozir kalla orqamdan qulyapti. Shunchaki kalla bu yerda. Juda ham kulgili, juda ham g'alati bu mer. Ya'ni bu omborxonaga qaranglar. Bu omborxona menga nimanidir eslatyapti. Ha, daraxt ichiga o'tib ketdimmi? Olmos. Nima bo'lmayapti olmos? Ha, olmosni ursanglar joni ketar ekan, undan haqiqiy olmos tushar ekan. Mana, aytdim-ku. Endi hozir aytga borib ko'ramiz. Omborxonaga boramiz. Endermenni ko'rdinglarmi? 3 ta boshli endermen. Bu mer menga shunaqangi yoqib ketyapti, ishoninglar, men sizlarga bu mer hozir qanday qilib hammasini ko'rsatib bera olamanmikan deb o'ylab qoldim. Mana tog'da qaranglar semizligini. Shuncha ham semiz tovuq bo'ladimi? Orqamdan qulab ketsa, qulamasa kerak. Ha, do'stlar, men nimaga shuncha payt video chiqarmaganim sababi, o'zingizlar bilasizlar, maktab boshlanib qoldi. Keyin maktab boshlanib qolgandan keyin sal bo'shab video chiqaraman degan paytimda qo'lim sinib qoldi. Qo'lim sinib qolgandan keyin sizlar uchun video chiqara olmadim. Endi o'zingizlar to'g'ri tushunaverasizlar o'zingizlardan bilib. Endi bu yoqqa yana videolar chiqishni boshlaydi. Xudo xolasa, vaqtim bo'lsa chiqaraman. Chunki o'qishni tashlab qo'ymaslik kerak. Hech narsa endi o'qishdan muhimroq emas. O'shaning uchun ham vaqtim bo'lsa chiqaraman. Endi sen o'zi qayerdasan? Ishing nima? O'zingni o'yiningni o'yna. Shunga shuncha baqirish kerakmi? Nimaga bunaqa baqirasan? Mana daraxtni ursa joni ketar ekan. Daraxt ham ursa joni ketadi. Men buni buzmoqchi bo'libman. Ha, men ham qilib ko'rdim, maslahatim qilib ko'raman, teginmi unga? Nimaga? Teginsam nima qiladi? Bitta urib ko'r bilasan, teginib ko'r bilasan. Hozir teginib ko'rdim, hech bola bo'lmaydi-ku. Bor, yana tegin. To'xtab men hozir mana bu joyni ko'rib olay. Bu yerda loy deyapti. Mana shunaqa kirib ko'ramiz. Kishi hoshini qamab qo'ysammi? O, menga loy beryapti. Men qamab qo'yasa kerak deb o'yladim. Menga loy beryapti. Ha, bu yerdan cheksiz blok olib, keyin bironta narsa qursa bo'la. Masalan, ana sigirning oldiga. U yerda nima bor ekanini ham qiziqyapman. Agar videoni oxirigacha ko'rsanglar, unda kreativga o'tib tepaga uchib ham ko'ramiz. Endervechik qayerda qanday uchib yuribdi. Ha, e'tibor bergan bo'lsanglar, bu videoda Endervechik chizmay, Endervechik emas, Efe bo'lib qolgan va buning sababi ham aynan sizlar. Biz sizlar uchun video chiqaramiz deb harakat qilib, buni ismini o'zgartirish esimizdan chiqib qoldi. Va shunga o'zimiz ham video chiqarishimiz kelib ketib, keyin avvalroq tortchinasi Efe ham o'xshash ism-ku. Mana urib ko'rdim, nima bo'ldi? Nima bo'lyapti? Men uni urib ko'rsam hozir. Keyin bir gapir tushsam, u yomon urar ekan bu, 2,5 ta jonib ketdi baxki. Ma. Ke. Ay, yana urdi. Kechirasiz aka. Ama hazırlaşdım. Ama senga qochish kerak. Shunga sekin oldindan borib
turamiz. O'zimni ko'zi qaytadan ko'ryapti bu. Mayli borib ay. Ay yomuryapti-ku bu. Voy yomuryapti. Qo'rqma, cho'chima qo'zim, yoningda o'zim, men seni himoya qilaman. Meni bitta jonim qoldi, qochaman. Ha, sen qoch, men o'zim seni himoya qilaman. Qanotlarim ostiga kel. Qanaqa qanotlaring? To'g'misan sen qanotlaring bo'la. Shilma seni. Ha, kichkinachalik edi, qara yoqibdagina kichkinagina. Ha, shunaqangi portlayman hozir. Men portlashni o'rganganman, mana. Voy yaramas. Aytdim-ku senga portlashni o'rganganman deb. Sizlar odam aytib portlaydi, o'rgimchakda qara. Mayda fantomlar ham ichi yuribdi. Mana uyda hech bola yo'qmi, yaxshi bola qolmadimi? Mayda kitob ichi yopilib qolibdi. O, Vich, qanday? Yaxshimi? Bo'yning qani sen? Ma. Ulgurdim. Endi hozir men Vichni topib, men unaqa sus olishim kerak. Hop, boramiz. Mana buzsa bo'larmi-kana? Buzildi. Bedrockni buzdim. Eng katta orzularimdan bittasiga erishdim. Tushunyapsizlarmi? Bedrockni buzdim. Men ham kichkinaligimda qaranglar, bedrockdan biror narsani craft qilsa bo'ladimikin? Yo'q. Mana bu versakda qaranglar. Mana bu versak qilish uchun bunaqa taxta kerak ekan. Taxtani qayerdan olamiz biz? Bilmadim. Ay kimdir urdi. Nima urdi meni? Ya'ni endi hechkisenmi? Qayerda men o'zimni ishlarim bilan yuribman. Ha, mayli. O'zi sen nimaga bu videoda uncha ko'rinmayapsan? Men ham bir mazza qilib aylanay deb yuribman. Nima yo'qda aylanib. Ha, balki kichkina bo'lganiga ko'rinmayotgandirsan. Yana bir marta kichkinaligimni gapirsang, qaraligi quvlab uraman buni. O'zim ham kichkinaman-ku, nima qilib seni gapirsam? Mana bu bedrockda olsam, fantom meni urmoqchi shekilli. Qochaman. Hamma yoq bedrock bu yerda. Galemni qanaqa ingichka nima bu galem? Voy ingichkaligini. Voy salfetka deb qopti-yu. Ha, o galemni asfalt bosib qo'ygan. Nima deysan endi? Men bunaqa gullarni men boya buzib ko'rmagandim adashmasam, buzib ko'ramiz men ham. Oldik. Mana shu oddiy gul, aynan yerda creeperni qaranglar, creeper juda ham g'alati. Ularni oldiga borib ko'ramiz. Qanday portlaysan sen o'zi? Bu tur qochamiz, yetib olmasligi kerak. Ana bu yerda ham qanaqadir tog' bor ekan yana. Men mana bu yerda qanaqadir chekkan bananalarni topib oldim, men oldimga ke. Qayta, qanaqa banana yana? Banana tog'ni oldida. Chekkan banana deb o'ynayotishdi. Hozir sen topib boraman. Agar topolmasam, unda teleport qilib olaman. Cho'chqali ifrit yana. Men u bananchalarni ko'rgim kelyapti. Mayli, unda teleport qilaman. Hop, o'zimni seni oldingga. Qani ko'raylikchi. O'yna, raqsga tush. Chicken banana. Yaxshi. Ovozni sal ko'tarib oldim. Baribir ovozi ham yo'q ekan. Okay, mayda ham bananchalar qurib qo'yishgan, ajoyib qilib qo'yishgan, zo'r qilib qo'yishgan. Mana bular ursa ham bo'lar ekan, Ular o'ldirsang banan tusharmi-kana? Ha, do'stlar, shunaqa gaplar budi. Ana odamchani qaranglar. Do'stlar, menimcha bu mir menga juda ham yoqdi. Yana o'sha gap, agar o'ynamoqchi bo'lsanglar, albatta shuni описаниеda, kommentariyadagi Telegram kanalimga shuni o'tib, bemalol yuklab olsanglar bo'ladi, tashab qo'yaman. Menimcha bola qo'limizdan kelgancha biz sizlarga ko'rsatib berishga harakat qildik. Bola keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sizlar bilan shu 14 daqiqa ichida Lord Craft hamda Ender Witch bo'ldi.